Havo dehqonlar mana shunaqa marker qilib chizilgan joyiga torozga dorisini solyapti. Shu agat bilan mana shu agatga dorini solib o'rtani yana yorib qo'yilyapti. Xudo xolasa bu yil ob-havolarimiz namgarchilik keldi. Bahorda yer go'ng solib tayyorlanmay qoldi. O'tgan yili shu hozirgi ko'rsatilgan pushtaga go'ng solib ekkan edik. Mana shu pushtaga ikkalasiga go'ng solib ekkan edik. Torz ekiladigan joyiga. Bu yil unaqaga ulgurmadik. Xo'p, shu hozir amofos, shuni tayida amofos bor, buni tayida amofos bor. Suvni qo'yib shunga ekiladi xudo xolasa. Bu yil mineral o'g'it bilan ishlayapmiz. Duo qilib qo'yasizlar, Allohim hammani qilayotgan ishlarni xayrli, barakatli qilsin. Ko'pchilik rislansin, ko'pchilik bir torozlarimizdan bir bahramand bo'lsin. Duolarni qilsin, ekkanga tikkanga rahmat deb. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz xudo xolasa duga ostiga toroz ekishga harakatni boshladik. Bu yil ozgina kecham qolinyapti, lekin kechdan ko'ra hech xudo xolasa dehqonchilik ko'payib ketdi, yer ko'payib ketdi, o'shaning uchun rivojdan sekin qilyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.